Assalomu alaykum aziz Pavlonia qiziqadiganlar. Mana bugun kanalimizga yangi video joylayapmiz. Pavloniani ekish jarayonini, qalamchani ekish jarayonini ko'rsatamiz. Mana bu qalamchalarimiz FT navi Qo'rontepadan keltirilgan, Farxor rayonidan keltirildi. Donasi 5 so'mdan 5 gacha kirib keldi. Va hozir mana shu FT navli Pavlonia qalamchasini ekish jarayonini ko'rsatamiz. Buning uchun bizga oddiy salafan, mana bunaqa yashiklar, plastmassaviy yashik, keyin esa oddiy biogomos. Mana bu ko'rib turganingiz o'zimizda tayyorlangan dehqonlik biogomos, Kaliforniya qizil cho'lchayning tayyorlangan biogomosimiz. O'zimizniki bu ham. Yaqinroq ko'rsat. Mana biogomos, чисто toza, nam biogomos. 1 soatlar bo'ldi ajratib yelab olganimizga. Mana ko'rib turgansiz biogomos. Juda ham nam. Ichida olingan tuxumlari ham bor. Endi biogomosda qanday hozir bu qalamchalarni nishlatib olishimiz kerak. Katta kartoshka qanday nishlaganda bu ham nishlaydi. Undan keyin tuvakchaga o'tkazsak bo'ladi. Hozir endi nishlatish, qanday biogomos jarayonini ko'rsatamiz. Ochiq plyonkaning ichiga yashikning ichiga biogomosni joylashtiramiz. Endi FT qalamchalarimizni terib chiqamiz. Bu yerda 50 dona FT qalamchamiz bor. Shunday ko'p qalamchalar terib chiqamiz. Bu nishlaydi. Biogomosda yaxshi nishlaydi. O'zbekcha qalamchalar bir-biriga tegmash kerak. Birinchi qatorga 1, 2, 3, 4, 5. 20 dona ketibdi birinchi qatorimizga. Ustidan yana biogomos tashlaymiz. Ikkilab ishqalat qilaylik. Joy kam bo'lgani uchun yana bir qavat tashlaymiz. Montaj ichida cho'lchanglarimiz ham bor. Shivoy. Yana bir qator terib chiqamiz. Biz ijro qilamizki, siqishi uchun basiga kam ketdi. FT qalamchalar. Hakandan olinadi. Ha? Yo'q.
qalamchalar Fortuna yana boshqa 3 ta navda chatishtirilgan qalamcha, shuning uchun FT nomlangan. Kamroq qoldi. Qilib joylaymiz hammasini. Bunisini joyim qolmay qoldi oxirgisiga. Endi ustini kamroq qalinroq begamiz tashlaymiz. Xudo xohlasa 10-15 kunda ishlab qoladi. Bunga qo'yamiz. Chivalchanamiz qolib ketibdi. Chivalchang bo'lsa ham hech zarari yo'q. Qayta foydasi bor. Kamroq teshik joyi qolibdi, shuni qo'yamiz. FT qalamchasi. Bugun chislo 27mi 28mi? 28 12 2021. Xudosi birinchi kunimiz tayyor. Endi qo'yamiz. Havo kelmasligi uchun. Xudosi shu 10-15 kundan keyin chiqqan jarayonni ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda bir dona qolib ketdi. Buni bu yoqqa tashlaymiz, hech qisi yo'q. Endi ikkinchisi M1 navli qalamchani olamiz. Bu qalamchalar ancha baquvvatroq. Mayda-maydasi ham bor. Mana shu mayda-maydalar ham ishlab chiqadi. Ko'proq sinchroq qilaylik. Qanday qolyapti? Endi ustiga yana bir qator begamiz tashlaymiz.
dona, даже 51 dona. Bego'mizimiz ham yetdi. Qoladi deb qo'rqardik, yetdi, Xudoga shukr. Oddiy chirindiga ham eksa bo'ladi. Endi o'zimizda biogomuz bo'lgani uchun biogomuzga joylashtirdik. Joylashtirish uchun yapamiz. Bu ember navimiz. Buni ham ekib bo'ldik. Qo'yib qo'yamiz. Mana chuvalchanglarning aktiv holatini ko'ryapsizmi? Qimirlayapti. Mana shu chuvalchanglar biogomizimizni tayyorlab bergan. Yana kimlargadir Polonia qalamchalari ember navidan, FT navidan, Shanton navidan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Hamma navidan topib beramiz, ko'chatlardan topib beramiz. Undan tashqari limon ko'chatlarimiz ham bor. Kimlargadir limon ko'chatlar kerak bo'lsa, undan ham topib berishga harakat qilamiz. Mana aziz obunachilar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga ma'qul bo'lsa, iloji bo'lsa bitta like, bitta podpiskani tugmachasini bosib qolsangiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat.